Keliningiz indinga chiqadi kasalxonaga. Unaqa bo'lsa bolani menga tashlab keta qol, o'g'lim. Yo, o'zim eplayman, xavotir olmang. Mana qizim. Eploliysanmi, ishqilib? O'tir-ki. Bir kecha hech narsa qilmaydi. Ja bo'lmasa, ertaga ishga ketishimda tashab ketaman, xo'p ona? Mayli bolam. Bo'pti, onam, xavotir olmang. Biz yaxshimiz. Uxlaymizmi? Endi uxlaymiz, a? Ke, abo qilamiz. Qatana bo'lsa-da endi buni. Hozir qizim, hozir. Abbo. Bo'ldi, uxlagin qizim, ertalab ishga borishim kerak. Majlisga kechga qolmayman, xavotir olma. Safiyani uxlatdingizmi? Ha, Safiyani hozir uxlatdim, xavotir olma onasi. Voy! Bo'pti, qizimiz uyg'ondi. To'xta. Yo, bo'ldi. Bo'ldi, abo qilamiz, qizim, bo'ldi, to'xta, abo qil. Iltimos, ishga borishim kerak, uxlagin. Voy! To'xta! Voy! Jim. Yaxshiyam. Shuni kiygizish oson. Mana bo'ldi. Bo'ldi, mana. Ana. Uxladi. Labbiy onajonim. O'g'lim, yaxshi o'tiribsizlarmi? Qiynalmayapsanmi? Qiynaldim. Voy bolam, aytdim ko'pga bergin deb. Savol bersam maylimi ona? Mayli bolam, bera qol. Meni ham shunaqa har kuni qiynalib, tunlari uyqungizdan voz kechib katta qilganmidingiz? Nega buni so'rayapsan? Men o'zim shundoq katta bo'lib qolganman deb o'ylar ekanman. Men bir kechaga chidolmadim. Siz qanaqa qilib shuncha yil chidagansiz? Ko'zi ko'r o'g'lingizni kechiring. Ba'zida sizga ovozimni baland ko'targanim uchun kechiring. Bunga hech ham haqqim yo'qligini bilmaganim uchun kechiring. Rahmat sizga. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman.